Abduqodir Husanov o'z raqiblarini yelkasi bilan urib ag'darayotgan bir vaqtda g'alla maysalaringizni shved pashshasi lichinkasi zararlanayotganidan xabaringiz bormi? Xabaringiz bo'lmasa, ushbu videomiz aynan siz uchun. Bu g'allani asosiy ena boshoq, ya'ni bosh poyalarni zararlab, gektariga 3 sentrdan 5 sentrgacha hosilni nobud bo'lishiga olib keladi. Mana bu sizlar ko'rib turgan yerda mana uzilgan holatda turibdi. Mana qo'lim bilan olaman. Bu asosiy seyner beradigan, og'ir gram beradigan boshoqlar. Ushbu zararkunandaga qarshi bugungi kunda kompaniyamiz tomonidan keltirilgan tarkibida immunoglobulin ta'sir etuvchi moddasi saqlangan Punto preparati gektariga 100 gram sarf me'yorda qo'llaniladi va ushbu preparat sistemli ta'sir etish xususiyatiga ega. Ushbu preparat havo harorati 10 gradusdan yuqorilaganda ishlovni amalga oshirishni tavsiya etiladi. Sizning ham g'alla maydoningizda yuqoridagi zararkunanda zarar yetkazayotgan bo'lsa yoki zararini aniqlashda qiynalayotgan bo'lsangiz, bizni raqamlarimizga murojaat qilishingiz mumkin va agronomlarimiz tavsiyasidan foydalanishingiz mumkin.